Assalomu alaykum. Xorazm chorva g'olomini yaqindan kuzatib borayotgan obunachilar, bugun sizlarga Xorazm viloyati Shovot tumani Cho'qli tumanida 2 dona yosh bir qachar o'kitcha sotuvga qo'yildi. Xudo xolasa qo'shnilardan bor ekan, videolarni ketma-ketlikda qo'yib boraveramiz. Yana xudo xolasa Asadbek mollarimiz haqida ma'lumotlarni berib, narx-navolarni birgalikda kelishamiz. Assalomu alaykum Asadbek, yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi? Sog'oma. Harmon ishlar bilan. Shukr, rahmat. Qana bu yosh o'jaklar, yosh qacharlar sotiladimi xudo xolasa bugun? Satamiz bularni, arzoni qimmat yo'q etamiz. Bo'ldi, bozordan arzon aytib berasiz. Arzon bo'lsa arzon. Qana mollarimiz endi bu necha oylik bu o'kitchamiz? Bu 6-7 oylik babish, o'kitcha o'jak. Ne, 6-7 oylik, bo'ylari ham O'tgan hisobi. 6-7 oylikda o'tgan. Bo'ylari nechalim buni? Bo'y Shu 1 metrdan ziyoddan 1 metrdan o'tayinda shu. 1 metr plus. Aha. Qana buni 80-90 santim bundan ana bo'ladi u. Xo'p. Baksana 80 santim. Ana. Og'alar. Xudo xolasa buni 20 minut pisatliga beramizmi? Uyni ko'radilar shu YouTube'dan kelib ko'rib. Ayna uyda egalardan boqilib turgan. O kasallik demaganmi buni? Ha, bu kasallik onda bularning arasida qo'yamanmi shuncha mol bor? Bu 2 dona emas bu. Endi bir qator xalqimiz endi danishtirib o'tish kerak-da. Narxlarni necha so'mda qo'yamiz endi buni? 11 million buniki. 11 millionmi? Ha, kelishamiz. Qaytib kelishib berasizmi? 10 millionlara bitami? YouTube'dan ko'rib o'tibman. Ha? 10 millionlara bitami? Ya ona berib bo'lmaydi mana doğrusu. Ha, ona berib bo'lmaydi. Shunda so'rab qo'ydilar mana. Ha. Shunda aytgan. Bozorga chiqqanmi bu mol? Chiqmagan mol. Ha, bozorga Uyga chiqmagan. kelib so'radilar, uyga. Ha. Bir kilenlar telefon oldim, uyga kelib so'radilar. Ha, o'zingiz uyda boqib o'tirgan mol axı, voy. Ha. Mana. Aylantirib ko'rsinlar, yaqin ko'rsinlar. Ana orqa tomondan ko'rinishlari, bo'ylari 1 plus. Bergan ziyat, to'g'ri spokoniy ziyat. Bitarinchi so'm endi buni. Mana bitarini shu 300 ni qaytib berib bilamiz. 300 ni? Ha, 11 da. 11 dan 300 nimi? Ha. Ha. O yarmana doğru gelmeydi bak. O yarman ham to'g'ri kelmaydi axı. Dastlabki xizmatlarini Xorazm bo'ylab. Shu telefonda kelishamiz. Ha, dastlabki xizmatlarni telefon orqali kelishamiz. Ha. Kelishgandan keyin mashin bor axı, agar pulchalarni o'zimiz beramiz desa. Ha, to'p berib bilamiz, yillatda bor. Aynan mashindan problem yo'q ekan. Uyingizga bemalol yetib boradi. Keyingi yosh qacharimiz. Buni bo'ylari 1 metr 1.10 chiqib boradi ekan buni. Ha. Aha. Buni yegim ichimlarini buni pisatliga beramiz, ha, qo'rqmay. Setliye. Mana aytdim axı, olib qo'y. Kasali sog'i? Javob. Kasali sog'ini ham javob. Hozir o'sil kasallik ham ko'p chiqib turibdi-ku. Shuning uchun hozir bozorda hamaqa ko'p yurtdoshlar qo'rqadi-da. Yana orqa tomondan ko'rinishlari istagan tuyoq chiroyli kelishgan qacharimiz. Buni bahasini necha so'mda qo'yamiz? Mana qachirib o'tiribmiz. 9 million so'm. Salgani kelishib beramiz üstünde. 9 milliondan qaytib kelishib berasiz, axı, to'g'rimi? 200 ming so'm aqla versana. Yana 8 million 800 8,5 lara bitmaydi, axı, bitami? 8,5 million olsun. Ha. Görsünlər, malını kesil sağına. Yana bo'ylari yosh. Xudo xolasa indigil erta bahordadan bu qadar chiqib ketgan qachar ekan. Üstüne köp qo'yib bo'lmaydi, o'zi alingani sal ziyotroq buni. Ha, bozorga chiqqanmi bu mol? Bozorga chiqmagan, sizlar yana YouTube'ga chiqarib bergansizlar, qo'ng'ishini moli bo'lgan. Ha, qo'ng'ishini mol ekan. Bundan oldinga chiqqan molimiz yana. Qana endi buni narxini aytib o'tdik axir, Ha. narxini aytib o'tdik. Bo'lmasa telefon nomerlarini bir qator aytib o'tsangiz. 93 dan 411 23 73. 93 dan 411 23 73. 23 73. Mana og'alar uyda boqilib turgan Asadbek akaning firmasida. Bemalol telefon qilib, murojaat qilib, savdosini qilishlaringiz mumkin. Bo'lmasa endi biz qo'ng'ishlarni keyingi sotuv qo'ng'ishlardan bor ekan, sotiladigan mollar, shularni izini qo'yamiz videoni tark etmanglar. Ina og'alar sizlarga navbatdagi xudo xolasa o'kitchamiz sizlarga va'da qilingan. Mana buni hozir sizlarga bo'ylarini kelib o'tadigan bo'lsak, bo'ylari 1.30 plus bor ekan. 1.30 dan ziyod ham Mirbek? 135 bordi, ha. 1.35 bor dedi. Kasal sog'i nechik buni? Pisatliga beramizmi? Uyni moli bu. Ha, uyni moli egalardan boqilib turgan xo'jalikda. Qana buni bir orqa tomonlarini eldindan sizlarga ko'rsatamiz. Eldi tomondan ko'rinishlari. Molimiz yeb ichib, yemlanib turgan. Orqa tomondan zotli mol bilan bir chotishib chiqqan o'xshaydi bu. Enesi Mesning otasi chatqiraqdan selpel. Ha. Qana buni bahasini necha so'mda qo'yamiz endi?
Bakasını şu 19 milyon demiş gelişip veremez. 15-16'lara bitermi? Yok yok, millere bitmeydi bu ne? Biterince son bunu. 18 olsa biter. Biter 18. Dastlabki xizmatini ichi qarasam bo'lib. Aradan bunu gelişin halatda. Ha, telefon uradılar gelişilgan holatda. Tamam. Mana hurmatli yurtdoshlar, telefon uradılar bemalol gelişilgan holatda savdosini qilishlaringiz mumkin. O'kinchimizda lekin gap bo'lishi mumkin emas. Istagan tuyoq shoxlari o'sib, ko'shayib yotgan yeri yo'q, bo'yin qismlari aqsilgan. Elde tomondan yurishlar. Telefon nomerlar 99'dan 557 1334. 99dan 557 1334. yana shu nomerlarga bog'lanib bemalol og'amiz bilan savdosini qilishlaringiz mumkin. Manzil shu Xorazm viloyati Shovot tuman Cho'qliq qishlog'ida. Telefonlashib kelaverasizlar. Nag'alar navbatda yo'qchamiz xudo xolasa egalardan. Boylari 135-140 atrofida bor ekan. Qani Asadbek, uni kasali sog'ini chiq buni. Pisatliga beramiz, qo'rqmay. Prosti bir yazdı diyemetik puanı kesen. Ha. Fiyatları nelerine diyeceğin az yaxşı oldu bu xudo xolasa. Hozir yaxshimi axı? Hava. Yurishlarida sal oqsoqlanish bor o'xshaydi. Yerinde bir tuyak düşüyatır bana size açsam ona onda. Ha, bir tuyoq tushayotir. O el dengesini görün, el dengesi şu bir yam çıktı tuyakı. Başka hiç ayıbı yok mu Allah? Ha, boshilari sog'lom deb. Dizdeyim onda çişkin yeri bazgana bu ana. Oğan Tamam. yarılgan. Ha, Kan yorilgan. yeri bitti. Yemişsiz akoyunun malı. Ya, arqa tuyog'i. Yine öküz. O'g'iz ponni yemlashga tayyor bo'lib turibdi ekan bu. Ama yemli verediler. Okul iş verir gerekmiyor. He. Prosti yem veri bu iş gerekmiyor. Ponni qo'rqmay savdosini qilsa bo'ladi uni. Hava. Yani arqa tomondan ko'rinishlari. Kesel anda yutma çıkartıp iş etemem bana. Yana egalardan. Qana uni bahasini necha so'mda tursin? 21 milyon so'm ha. 21. Tamam. Qaytib 18 dağlara bitami? Ya kaya 18'de o ya kichkina mallarni ver tuttu ha. Ha, bitar necha so'mmi? 20 olsa biter siz aytsa. 20 bo'lsa, dastlabki xizmatini ham qilib berasizmi shuning ichida? Yo'l pulini qaçib beramiz hozirroq ko'p emas. Ha, o'zingiz tomoshi yo'qmi? Agar dastlabki qilib beringlar. Ya nizati yo'q, qo'shnilarda badam bizlarda yo'qdi. Ha, dastlabki pulni qaytib berasiz. Hava. Xayr pulni. Hava. Yani xayr pulni qaytib beradi, bemalol. Xorazmning qaysi tochkasidan bo'lsa-da ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'rqib o'tirmasinlar, eldingi tuyaqini ko'rsinlar ana. Eldingi tuyak tushib ham chiqqan. Prosta bir bunda chishi bor, azroq bu ana. U ham yarilgan. Ha, Yaxshi o'xtadi xudo xolasa. Doktor aytdi, o'qil kerakmi dedi. qo'rqmay savdosini qilaverasizlar. Bu yana Öküz kichkina emas. vesim challim keladi buni taxminan. Siz aytsam shu 200 kilo endi keladi bu go'shini o'zi. Go'shini 200 kilo. Hava 200 kilo, 180 kilo spokon keladi. Yana 180-200 kilo yer yemlab turib boqaman desangizlar, demam xayr baraka ko'rishlaringiz mumkin. Qara endi uni telefon nomerlarini aytib o'tsangiz. 93'ten 411 23 73. Yana bir aytib. 93'ten 411 23 73. Yana shu nomerlarga bog'lanib, bemalol savdosini qilaverasizlar. Manzil shu Xorazm viloyati Shovot tuman Cho'qliq qishloq Oyoq mahallada turibdi. Egalardan.